2-6 dekabr kunlari Bahraynda bo'lib o'tadigan yoshlar o'rtasidagi Para-Osiyo o'yinlariga start berildi. Qayd etish kerak, 4-bor o'tkazilayotgan katta turnirga Bahrayn ilk bor mezbonlik qilmoqda. Musobaqalarda turli davlatlardan tashrif buyurgan 800 ga yaqin sportchilar ishtirok etadi. Ular orasida O'zbekiston delegatsiyasi 4 yo'nalish bo'yicha jami 17 nafar sportchi bilan vatanimiz sharafini himoya qiladi. Yo'nalishlar bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, para yengil atletikada 8 nafar, para suzishda 2 nafar, para taekvondoda 3 nafar hamda para powerlifting bo'yicha 4 nafar sportchilarimiz o'z omadlarini sinab ko'radi. Musobaqaning ochilish marosimida Osiyo Paralimpiya qo'mitasi prezidenti Majid Rashid hamda Bahrayn Milliy Paralimpiya qo'mitasi prezidenti Muhammad bin Duaych ishtirok etib, barchani navbatdagi yirik musobaqaning ochilishi bilan tabrikladi. Shundan so'ng delegatsiyalar birma-bir chiqib kelishdi. Marosimda sportchilarimiz va murabbiylardan iborat O'zbekiston delegatsiyasi ham e'lon qilindi. Ta'kidlash lozim, yoshlar o'rtasida Para-Osiyo o'yinlarining ochilish marosimini UzReport TV telekanali jonli tarzda efirga uzatdi. O'zbekiston. Mana o'sha biz kutgan kadrlar, vatanimiz sharafini himoya qilish uchun Bahraynga yetib kelgan vatandoshlarimiz chiqib kelishmoqda azizlar. O'ylaymizki, turnir davomida ham mana shunday bayroqlarimiz faqatgina yuqori pog'onalardan o'rin egallaydi. E'tiborlisi, aynan 3-dekabr Xalqaro nogironlar kuni sifatida keng nishonlanib kelinmoqda. Xususan, yurtimizda ham mana shu kun munosabati bilan imkoniyati cheklangan insonlar ko'nglini biroz bo'lsa-da ko'tarish, ular oldida turgan muammolarni bartaraf etish, reabilitatsiyaga muhtoj bo'lgan insonlarni turli texnik vositalar bilan ta'minlash kabi xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Parasportchilarimiz esa mana shu e'tiborning natijalarini amalda ko'rsatib kelishayotgani sir emas. Tokioda bo'lib o'tgan yozgi Paralimpiya o'yinlarida hamyurtlarimiz o'zlarini munosib ko'rsata olishdi. Delegatsiyamiz mazkur turnirga 55 ta yo'llanmani qo'lga kiritdi. Vatandoshlarimiz yakunda 8 ta oltin, 5 ta kumush va 6 ta bronza medalni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Jami 19 ta medalni qo'lga kiritgan sportchilarimiz umumjamoa hisobida 162 delegatsiya orasida musobaqada 12-o'rinni egalladi. Bu ko'rsatkich bilan biz Markaziy Osiyo va Turkiy xalqlar orasida 1-o'rinni band etdik va shu tariqa hamyurtlarimiz O'zbekistonga yorug' yuz bilan qaytishgandi. Yana bir e'tiborga molik jihat shundaki, hozirda Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida para powerlifting bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tmoqda. Unda 11 nafar vatandoshimiz o'z ishtiroklarini boshlagan. Quvonarlisi, aralash jamoaviy bahslarda sportchilarimiz Nuriddin Davlatov, Roza Qo'ziyeva hamda Farhod Umurzoqovlar 446.31 ochko to'plagan holda mundialning oltin medallarini qo'lga kiritdi. Hamyurtlarimiz hal qiluvchi bahslarda Braziliya, Chili, Vengriya kabi davlatlarni ortda qoldirishdi. Mana shunday zafarli yurishlar endilikda Bahraynda start olgan musobaqalarda ham davom etishini umid qilib qolamiz. UzReport TV telekanali esa mazkur turnirda hamyurtlarimiz qayd etgan natijalar bilan sizni tanishtirib boradi.